Vazir Ozodbek Nazarbekov bir guruh o'qituvchilarga ilmiy unvonlarni topshirdi. Sabirov Og'abay Karimovich taqdirlanadi. Madaniyat vazirligi tashabbusi bilan she'riyat teatri tadbiri bo'lib o'tdi. Har bir she'r ezgulikning ovozi bo'ladi. Tomosha guruhi bolalari yana bir xalqaro tanlovda Grand Prix sohibi bo'ldi. Yangi bilim va ilhom. Yangilar shunda bizning O'zbekiston. Ustozga ehtirom Ortiq Otajonov xotirasiga bag'ishlangan konsert dasturi bo'lib o'tdi. Kamchiliklar bor, kamchiliksiz bo'lmaydi. Xudo xolasa hali yoshlarimiz ko'p ijod qilishadi. Shu va boshqa yangiliklarni Madaniyatnoma informatsion tahliliy dasturida kuzatib boring. Tashkil etishdagi qarorda hurmatli Ozodbek Majlis tashabbuslari bilan xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artistlarda to'g'ridan-to'g'ri Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida 8 nafar o'zbek xalq artistlari, o'zbek xalq hofizlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar va san'at arboblariga professorlik va dotsentlik ilmiy unvonlarini topshirdi. Professor ilmiy unvoni bilan vokal va cholg'u ijrochiligi pedagoglarini tayyorlash kafedrasidan Sabirov Og'abay Karimovich taqdirlanadi. Mazkur ilmiy unvon O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-sentyabrdagi 536-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan belgilandi. Ay bulbuldayin jo'sh bo'ldi. Ay Ozodbek akam, men rahmating. aslini olganda butun professorlik ilmiy unvonni olish bu har qanday inson uchun ham juda katta bir mashaqqat, katta mehnat talab etiladi. Lekin mana shu bugun taqdirlanganlarning ichida har birining xalqimizga juda katta mehnatlar singan, ularning qo'shiqlari, yaratgan asarlar bugun xalqimizning ardog'ida bo'lgan san'atkorlar har bir munosib hisoblanadi va istaymizmi yo'q bu o'sha madaniyat san'at sohasidagi islohotlarning bir ko'rinishi hisoblanadi. Albatta mana shu ustoz san'atkorlar tomonidan bugun professorlik unvonlari olingani bu yoshlarga juda katta motivatsiya beradi. Yoshlarning o'sha kelajakda o'z ustida ishlashiga, kelajakda o'sha katta san'atkor bo'lib o'sha voyaga yetishida kerak bo'lsa mana shu ustozlar o'rni nihoyatda muhim hisoblanadi. Bunaqa cho'qqilar, bunaqa yuksalish davri endi juda ham kamdan kam insonlarga nasib qiladi. Bizning davrimizda bunga mana musharraf bo'ldik, yetdik. Qolaversa mana bu professor degan bir buyuk unvonlar, nima deydi, sharafli unvonlarga bizni loyiq deb topganlari uchun avvalambor yurtboshimizga ming rahmatimizni aytamiz. Qolaversa vazirimiz Ozodbek Ahmedovichga ming marta o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kunning ikkinchi yarmida poytaxtni ekologik toza hududga aylantirish bo'yicha tadbir o'tkazildi. Tadbir doirasida ilm va salomatlik taraqqiyot poydevori shiori ostida vazir boshchiligida velo marafon bo'lib o'tdi. Institut rektori professor Eldor Shermanov tomonidan institut jamoasidagi professor o'qituvchilar, fidokor ayol xodimlarga yuksak e'tibor ifodasi sifatida 20 dona zamonaviy velosiped tantanali ravishda topshirildi. Tadbirdan so'ng vazir Ozodbek Nazarbekov institutda tahsil olayotgan sirtqi ta'lim talabalariga mahorat darsi o'tdi. Axborot xurujlariga aldanib qolmaslik, axborot xurujlarini to'g'ri tahlil qilib bilishni o'rgatishimiz kerak. Buni doimiy ravishda profilaktik bir yechim sifatida qo'llashimiz kerak. Kerak bo'lsa o'sha pedagoglardan men iltimos qilardimki, shu darsni 5 daqiqasini mana shu mavzularga bag'ishlanglar. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Malika Nabiyeva, Jasurbek Abdujalilov, Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tashabbusi Yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatrida she'riyat teatri tadbiri bo'lib o'tdi. Qalblarni nurlantiradigan
she'rlardan tomirlarda daryolar toshqinini ato etadigan qo'shiqlardan kuch olgandir. O'tgan 2024-yilda muhtaram prezidentimiz yoshlar bilan uchrashuvda yoshlarga o'z takliflarini, tavsiyalarini berish asnosida yoshlarning ham takliflarini tingladilar va shulardan biri mana yosh shoira qizimiz taklif berdilarki, she'riyat bilan teatrni, ya'ni spektaklni birlashtirilsa va shu asnoda she'riyat teatr loyihasi tashkil etilsa degan bir taklifini berganida muhtaram prezidentimiz qo'llab-quvvatladilar. Albatta bu yerda maqsad she'riyat va teatrni birlashtirish bilan birgalikda yosh iqtidorli ijodkorlarni izlab topish, yosh shoirlarimizni qalamiga mansub she'rlardan, albatta ustozlarimizni, ustoz shoirlarning she'rlaridan ham foydalanilgan. Shu bilan birgalikda yosh shoirlarni she'rlaridan ham foydalanib, yosh aktyorlarni sahnada namoyishlarni xalqqa taqdim etishdan iborat. Yorning vasli emas ozorsiz, gulshan ichra gul topilmas xorsiz. Bir necha oy bo'ldiki, mana shuni ustida ishladik. Qanday bo'ladi bu she'riyat teatri, qanday bo'ladi? Har xil yo'llarga kirib chiqdik, har xil ssenariylar o'yladik va nihoyat mana shu yaxshi yozuvchimiz, dramaturgimiz Qo'chqor Norqobilov tomonidan ssenariy qilindi va birgalashib hammamiz maslahat qildik va shu shoirning tug'ilishi, she'riyat nima o'zi, shoirlarga bugungi kunda ozgina bo'lsa ham she'riyatdan sal uzoqlashib turgan bir paytda bolalar telefon bilan, bir haligi hangomalar bilan ovora bo'lib turgan bir paytda asl ma'naviyatning va adabiyotning o'zagi bo'lgan she'riyat haqida, so'z haqida so'z ketsa, teatrlarda ham yaxshi bo'lar degan umid bilan shu ishlarni qildik. Qancha qoning bo'lsa, vatan uchun to'p, qancha shoning bo'lsa, vatanni ko'tar. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda yosh shoirlarni birinchi kitobim loyihasida chop etilgan kitobi chiqqan yosh shoirlarni saralab berishdi. She'rlar asosan Yozuvchilar uyushmasi tomonidan tavsiya qilib berilgan she'rlardan foydalandi. Birinchi boshlanishiga kamchiliklar, xatoliklar bo'lishi mumkin. Eng muhimi birinchi qadamni qo'ya oldik deb o'ylayman, chunki bu loyihani davom ettirishdan maqsad asosan o'sha chekka joylardagi, qishloqlardagi yorqin iste'dodlarni olib chiqish. Teatr sahnasida Qo'chqor Norqobilning Odam va olam orasi yoxud she'riyatning mangu sadosi she'riy musiqiy sahna asari namoyish etildi. Ichida haqiqiy shoirlarimiz chiroyli she'rlar o'qishyapti. Uni orasida voqealar bo'lib turibdi. Xuddi hayotimda mana shu she'riyat, mana shu san'at hayotni bir mahkam, mustahkam qilib ushlab turganday. Jamoljon, bu mana shunday zanjirdek, mana shu she'riyat bilan san'at bir-biriga mana shunday ekan. Uni orasidan yomonlik, bir hasadgo'ylar, boshqa bir niyatli so'zlar, nimalar kirib kela ololmaydi. Shuning uchun ham mana shu quyoshli O'zbekistonimizda tinchligiga ham eng katta hissa qo'shgan mana shu she'riyatimiz hamda san'atimiz deb bilaman. Odamiylik asrab qoladi. Axir odamsa bir-birini g'ajib jonchayotganini nahotga ko'rmayapsan? Olib qo'y. She'riyat va san'at bor ekan. Ezgulik yo'ldovchi insonlarning qalbi urib turar ekan. Bu dunyoda hech qachon sen kabi nafrat va hasadgo'ylar istagan razolat maqomga batamom botmaydi. Sizlarcha yaxshilab qaranglar. Tashkil qilingan mazkur she'riyat tadbiridan maqsad yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlab, ularga keng imkoniyatlar yaratib berishdir. Har bir she'r ezgulikning ovozi bo'ladi. Har bir she'r mehr va muhabbat, sevgi otashi bo'lib, muzlagan qalblar qonini isitib boradi. Yosh ijodkorlar 10 nafar saralab olingan, aynan shu sahna asariga xos bo'lgan she'rlari orqali qatnashishyapti. Shoirlar, yozuvchilar ijod sohasi bo'lgani uchun xayolchan, ko'p o'ylaydigan va o'zini ko'p ommaga targ'ib qilmaydigan insonlarda
aynan shunday insonlarni ijodini yozayotgan she'rlarini xalqqa yaqinroq tanitish uchun qilinayotgan ish bu. Ilk marotaba tashkil qilingan she'riyat tadbiri respublikamiz bo'ylab namoyish etilishi rejalashtirilgan. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Kerak bo'lsa, insonlarning hammasini o'z vatani va el himoyasi uchun jon fido qilishga chorlaydigan ilohiy kuch. Vazirimiz Ozodbek Nazarbekov kelomatli Qashqadaryoda safarda bo'lganlar uchun yurtboshining tashriflari bor. Mana shu gulni taqdim etishimizni so'radik. Chiroyli qarshi olib ko'rsangiz. Rahmat. Har bir uyga bittalarni. Aeroportning chiqish zalida katta tantana bo'ldi. Sababi Baku shahrida o'tkazilgan Viva Ozarbayjon 2-xalqaro tanlov festivalida tomosha bolalar musiqiy teatr studiyasi Grand Prix sohibi bo'ldi. Hayajon qanaqa nimalar his qilyapsiz? Juda. Xudoynasin. Xuddi birinchi marta. Men buvisiman, boqqanman. O'shaning uchun men juda hayajondaman. Onasi mana oldingi yil Dubayda birinchi o'rinni olib kelishdi. Xuddi shunaqa, ana yana olishsa ham baribir xuddi birinchi martadek hayajon juda boshqacha. İchimizga sig'mayapmiz. Kim birinchi xabar berdi? Grand Prixni qo'lga kiritdi. Grand Prixni u yoqdan Nodir Qurbonova bizani tomosha guruhini rahbari. Ular yubordilar. Hamma uyda o'tirgan joyda hammamiz baqir-chaqir bo'lib ketdi, srazu xursand bo'lib ichimizga sig'mayapmiz haligacha. Men ishongan edim bular Grand Prix olib kelishini, chunki o'zim bularni oxirgi bizga qo'yib berishdi-da. Ko'rib o'zim to'lqinlanib, bularni kostyumlari joy-joyidaligi, bularni harakatlari, bu ustozlarimiz ozmuncha mehnat emas, chunki kichkina bolalar bilan shunchalik ishlash, yana bir sharq bozorini ko'rsatib berish, bizani milliy an'analarimizni chiroyli qilib ko'rsatib berish, kichkina bolachalar shunaqa ko'rsatyapti, ko'rsangiz hayratda qotib qolasiz. Men buni ko'rgandan keyin albatta bular birinchi o'rinimiz Grand Prix olib kelsa kerak deb o'ylagan edim. Haqiqatda Grand Prixga loyiq bo'lib chiroyli olib kelishdi. Oyim har safar aytardilar, farzandi orqasidagi bo'lgan yutuqqa ko'rsang, erishsang, o'shani nimasini, quvonchini boshqacha his qilasan. Meni mashi gal, men juda boshqacha his qildim. Juda ham xursandman. Xudoga shukr, davomli bo'lsin, iloyim. Mana shu tadbirda biz birinchi o'rinni oldik deb sizga xabar bergan paytda nima bo'ldingiz? Hayolingizda nimalar o'tdi? Endi birinchi xabar berganiki, menga Telegramdan keldi, rasm bilan Kubok Grand Prix sohibi. Yashirolmayman, ko'zlarimdan yosh shunaqa xursand bo'lib ketdi, chinqirib yubordim. O'zigilar yugurib kirishdi. Dada nima bo'ldi dedim. Men aytdim, "Voy, qizim Grand Prix sohibi bo'lishdi ular." Shunchalik yo'q edi, ular ham chinqirib yuborishdi. Juda katta xursandchilik bo'lib, o'zimdan o'tgan o'sha paytdagida yonimizga qo'shnilarga yugurib chiqdi. Nimaga chinqirishyapti bular? Nimaga bunday tovush chiqyapti deb. Aytdim shunaqa. Naybiram mana borib Bakuga inshaalloh Xudoga shukr Grand Prix sohibi bo'ldi. Bu katta mukofot biz uchun, oilamiz uchun, tomosha guruhi uchun. Eng yuksak e'tirofga loyiq deb topilgan tomoshaning tomoshasi butun dunyodan yig'ilgan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lib, mutaxassislar tomonidan tanlovning eng asl va yorqin tomoshasi deya baholandi. Shaxsan Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov tomosha guruhining rahbari Nodira Qurbonovaga minnatdorchilik yo'lladi. Vazirimiz Ozodbek Ahmadovich nomlaridan shu guldastani sizga taqdim etmoqchiman. O'zi yo'nalishimiz noyobda. Mana qancha davlatlarda shu bolalar o'ynaydigan teatr kamdan kam, sanoqli. O'shaning uchun biza endi qiziqda, bolalar ham cholg'ular chaladi, ashula aytadi, raqsga tushadi, rollar o'ynaydi. Biza Sharq bozori deb nomlangan myuzikldan lavha olib bordik, 15 minutlik lavha. Endi shunaqa olqishlar bo'ldi. Orada ozarbayjoncha ham qo'shig'ini qo'shdik, turli xalqlarning nimalarini.
o'shaning uchun menimcha biza o'zimizni yurtimizni yaxshi shu nima deydi san'atini baland ko'tarishga muyassar bo'ldik. O'nga yaqin davlatlar ishtirok etgan mazkur tanlovda tomosha guruhi teatr studiyasi o'zbek milliy urf-odatlari bilan bir qatorda turli millatlar madaniyatini o'z ichiga olgan teatrlashtirilgan folklor tomoshasi bilan qatnashdi. Asosan bizada xalq kuylari edi, o'sha ichida nima endi zamonaviy обработкада qilingan, lekin folklor ko'proq ishlatdik. Shu menimcha yaxshi bo'ldi safar, bolalarni ham esda qoladi. Shu do'stlik rishtalari baribir endi anchadan beri bizani Ozarbayjon bilan hammasi rivojlangan. Menimcha biza ham davomchilari bo'lamiz degan umiddaman. Yutganingdan xursandmisan? Zo'r yutdinglar. Nega yig'layapsiz? Axir bir cho'rni o'yindingiz-ku. Xursandligimda. Necha kun bo'ldinglar Ozarbayjonda? 5 kun. Qaysi qo'shiqni aytdinglar? Biz Baku qo'shiqi aytdik, Barbiland, yana Shahbozor qo'shiqlarni aytdik. Biz xursand bo'ldik, ashulalar aytdik, mazza qildik. Tomosha degan vaqtda butun tomosha O'rta Osiyoda bittada bolalar musiqiy teatri. O'shanga juda ham xursand bo'ldik. Birinchi o'rinni olganimizda, Grand Prix yutganimizda. Aynan o'rinlarni e'lon qilayotgan vaqtda ichingizdan nima o'tdi? O'zbekiston chiqadimi, yo'qmi deb. Albatta hayajon. Lekin to'g'risini aytsam, men ichimdan bilgandim, baribir biz g'olib bo'lishimizni, men buni samniyasiz kutdim. Hech qanday o'ylashlarsiz men bildim biz yutishimizni. Lekin baribir hayajon bosadi. Masalan, kim yutadi, kim yutmaydi. Lekin oxiriga kelib juda ham xursand bo'ldik. Grand Prix tomosha deb e'lon qilganda, bu juda ham katta yutuq biz uchun. Tomosha bolalar musiqiy teatr studiyasining yosh ijodkorlari 2024-yil aprel oyida Dubay shahrida o'tkazilgan Dubai Grand Festival xalqaro bolalar teatrlari tanlovida ham Grand Prix sohibi bo'lgan. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Otajonov o'zining noyob iste'dodi, betakror ovoz tembri, milliy kuy va ashula maktabiga sadoqatli yondashuvi bilan o'zbek san'ati tarixida o'chmas iz qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbek milliy maqom san'ati markazi hamda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi tomonidan Ortiq Otajonov xotirasiga bag'ishlanib Ustozga ehtirom nomli konsert dasturi tashkil etildi. Ko'pchilik aytishdi, buni kuzga qoldiramiz. Yo'q, hamma narsani o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Chunki nimagaki biz ulgurishimiz kerak. Mana O'zbekistonda hozir nechta viloyat bo'lsa, nechta viloyatda ijod qilgan ustoz san'atkorlarimiz bor. Har bittalarini oldimizga reja qilganmiz. Ustozga ehtirom, ustozlarimizni yod olish, Xalqlar do'stligi saroyida yana ularning qo'shiqlarini yoshlar orasida ijrosi bilan xalqimizga yetkazib borish maqsadimiz, asosiy maqsad. Bugun Xorazm maqom ansambli, qolaversa O'zbek milliy maqom san'ati markazi birgalikda, Madaniyat vazirligi bilan birgalikda shunaqa yangi loyihaga qo'l urganmizki, ustozlarni eslab, yod olib, bugungi kunda ularni qo'shiqlarini abadiy yashatish uchun, yoshlarimizni qalbida yanada chuqurroq qolishi uchun biz harakat qilyapmiz. Konsert dasturi musiqiy lahzalar hadya etish bilan birga ustoz Hofizning milliy san'atimiz ravnaqi yo'lidagi beqiyos xizmatlarini yod etish, uning boy ijodiy merosini e'zozlashga qaratildi. Men ularni faqat san'atkor sifatida juda ham kamtar, shogirdlariga sodiq, umuman san'atga sodiq yaxshi inson edilar. Xalqqa juda ham hurmat qiladigan, o'zini muxlisini hurmat qiladigan, ana shunaqa insonlarni toifasiga kiradigan ulug' san'atkor edilar. Joylari jannatda bo'lsin. Gulsarapan bilan oila tinch bo'lgani uchun ortiq ekan bemalol ijod qilganlar. Shuning uchun joylar jannatda bo'lsin. Mana shu bugungi o'tayotgan shu chiroyli kechamiz chiroyli o'tsin. Kelgan xalqimiz xursand bo'lib ketsin. Ustozdan ko'p narsa o'rgandik. Allohga shukr.
har taraflama o'rnak bo'la oladigan inson edilar. Boya aytganimdek ijodiy taraflama ham, qo'shiqlarini rang barangligi, qayerda nima gapirish qo'yish, qaysi davrada qanaqa qo'shiq tanlash, umumiy aytganda mana shu taraflama buyuklik darajasi nihoyatda katta ulug' inson edilar. Alloh rahmat qilsin. Men endi o'zim ustozim bo'lgani uchun emas, boshqa ustozlarda ham kuzatganman bunaqa holatlarni, lekin men o'zi ko'p bir insonni yaxshi ko'rsangiz, fazilatlarini ham o'rganishga harakat qilasiz. Shuning uchun astoydil endi ozmi ko'pmi shu ustozimizdek bo'laylik, shu insondek bir muxlislarni qalbidan joy olaylik deb yosh bolaligimizdanoq shu ishga kirishganmiz. Shu yo'lda kelib mana ustozni shogirdi bo'lganimizdan avvalo ming marta baxtlimiz, xursandmiz. Shu insondek bo'lishga doim intilib kelganmiz. Ustozimiz Ortiq Otajonov O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti, juda sermahsul ijodkor bo'lganlar. Qolaversa shu o'zining ijodidan tashqari ham ustozlarning ijodiga juda nimasi mehri balandadi. Yoshlarga ham, shu shogirdlarga, biz shogirdlarga ham har doim so'zga ehtiyot bo'lishni, o'sha musiqada birinchi o'rinda turadigan so'zni ma'nosi buzilmasligi, xato aytib qo'ymasligi, har doim ustozimiz xato joylari bo'lsa aytib, to'g'rilab, to'g'ri yo'l ko'rsatib yurardi. Rahmatli ustozim. Ortiq Otajonovning o'z musiqasi asosidagi mashhur qo'shiqlari jam bo'lgan ushbu xotira kechasi Ulug'bek va Zokir Otajonovlar uchun nafaqat san'at yo'lida tutgan otalarning izini yodga olish, balki bu bebaho merosni yangi avlodga yetkazish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Borib ayting azizim, ko'zlarimga to'tiya kelsin, meni bedastovni ko'rgani ol podshoh kelsin. Bugun xursandmiz mana shu otamizga bag'ishlangan konsert dasturida shogirdlarini anchadan beri ko'rmagan edik. Qolaversa mana maqom ansambli yoshlarimiz juda ham chiroyli bo'lyapti, biz xursandmiz. Chunki boshidan shu otamning musiqalari boshlandi. Shuni niyatim boshidan oxirigacha kuzatib, qayerda kamchilik bo'lsa, yana shularni tuzatishga balki harakat qilarmiz. Lekin hozircha yomon emas. Chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Kamchiliklar bor, kamchiliksiz bo'lmaydi. Xudo xolasa hali yoshlarimiz ko'p ijod qilishadi. Birgalikda tushunmagan joylarini qo'limizdan kelguncha tushuntiramiz. Xorazm viloyati maqom ansambli boshchiligida shu tadbirni mana bugun xalqimizga, muxlislarga taqdim qilamiz. Men juda ham xursandman. Biz oilamiz bilan xursandmizki, shu otamizni xotirlaganlar uchun. Ilohim shu el yurt oldida, shu muxlislar oldida hammamiz yuzimiz yorug' bo'lsin. Shu aziz muxlislarimiz uchun, shu xalqimiz uchun, san'atkorlarimiz bizga kuylab, yaxshi kunlarda xizmat qilish nasib qilsin. Ustozga ehtirom bu faqat xotira kechasi emas, balki milliy musiqamiz timsoliga aylangan san'atkor merosiga munosib hurmat ramzidir. Ustoz ijodining zamonaviy sahnada yangrayotgani avlodlar davomiyligining porloq ifodasidir. Madaniyat noma Odina Ahmadjon va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Vazirlar Mahkamasining 341-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Madaniyat vazirligining 2025-yil 3-yanvardagi 3-son buyrug'i asosida Samarqand va Buxoro viloyatlarida murojaatlar bilan bog'liq o'rganish ishlari olib borildi. Buxoro va Samarqand viloyatlariga 2023, 24 hamda 25-yillar davomida jismoniy shaxslar tomonidan murojaatlar kelib tushganligi, ularni ijrosi yuzasidan hududiy boshqarmalar tomonidan hamda mas'ul ijrochilar tomonidan amalga oshirilgan ishlar hamda kelib tushgan murojaatlarni ijobiy hal qilish ko'rsatkichlari qay darajada, fuqarolarga yaratilayotgan imkoniyatlar belgilangan tartib bo'yicha
faoliyat yuritilyaptimi yoki yo'q, hammasi ko'zdan kechirildi. Olib borilgan o'rganishlar natijasida fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlar ijobiy hal qilindi. Aynan Buxoro viloyatida olib borilayotgan o'rganish jarayoni vaqtida fuqaro tomonidan murojaat bo'ldi. Bu murojaat qanday? Buxoro shahar madaniyat markaziga ishga joylash masalasida. Xoreograf to'garak rahbari sifatida aynan ushbu fuqaroning murojaati belgilangan tartibda Buxoro shahar madaniyat markazi rahbariyati tomonidan birgalikda ko'rib chiqilib, mavjud bo'sh ish o'rniga fuqaroni qabul qilish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Fuqaroning murojaati ijobiy hal qilindi. Madaniyatnoma Dilnavoz Muhammadqul va Jasurbek Abdujalilov Madaniyat vazirligi matbuot xizmati. Labda eshitaman. Assalomu alaykum. Madaniyat vazirligi xuddi shunday. Yaxshi, sizni kimdan murojaat qilay? Abror aka. Madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovichning qabul kunlari haftaning har payshanba kuni kunning 2-yarmida soat 15:00 dan 17:00 gacha etib belgilangan. Rahmat sizga.